Assalomu alaykum hammaga, hurmatli podpischilarimiz. Bugun biz qisqacha misol uchun boshlaymiz. Obzor qilib beraman sizlarga. Misol uchun Beston, Gitaro yoki Bav o'zlaringizga ma'qul kelgan modellarni yozib bersalaringiz, men mashinani sizlarga obzorini, misol uchun to'lov usullari, grafiklarini, hamma narsasini sizlarga hisoblab tashlab berib tushuntirishga harakat qilaman. Shuning uchun qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Har bitta qiladigan kontentimiz ham sizlarga shu tushunarli, ya'ni misol uchun turgan joylaringizdan ovora bo'lib yurmasdan, o'sha masofadan turib ham bilishlaringiz uchun qo'ldan kelgancha harakat qilib kontent qilamiz aka. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Ketdik bo'lmasam. Mana ko'rib turgan modellaringiz Gitower X90 Plus modeli bo'ladi. Uni gabariti bu O'zbekistonda bitta desa ham bo'ladi. 7 kishilik mashinalarning ichidagi narx jihatdan juda ham premium bo'lgan modellarimizdan biri. Gabaritini o'zi 5 metrdan uzun bo'ladi. Qarang, buni gabaritini. Diska razmerlariga qarang. Diskalari ham необычный bo'ladi. Diskalarining razmeri 20 bo'ladi. O'sha balon protektori bo'ladi. 255 ga protektori 45 radius. Old qismidan mashinaning ko'rinishlari, yon tomondan ham ko'rinishlari juda ham bir bogatiy, juda ham insonga bir xarizma bag'ishlab turibdi. Orqa tomondan ham splashnoy orqa tomonlari o'ziga yarashgan, juda ham ranglari ham juda ham chiroyli. Salon ichiga e'tibor beramiz. Salon ichiga e'tibor berishimiz bilan bizga elektron uskulenniy rul, multimedia ikkita ekran bo'ladi. И вот salon polniy koja. Endi polniy demasam, 87% koja, tapetkalar mягкий, yumshoq. И o'zini salon ichi yorug'lik tarqatadi. Ashunalari juda ham chiroyli. Mashinamiz 3 xil rejimda harakatlanadi. Sport, Eco, standart qismi. Вот. Bu yoqda беспроводная зарядка, elektronniy ruchnik, auto hold, 360 kamera и spust deylik-ku, ya'ni tepadan chiqish funksiyasi. Вот podstakannik и pulti. Bu pultini zaryadlash funksiyasi ham bor ekan. Podstakannik joyida и rejimlari bo'ladi. Вот bari ham normalniy, juda ham katta bo'lmasa ham normalniy, kichkina ham emas. И холодильник bor ekan. Bu yoqda mana luk bor ekan, panoramniy. Multimedialari ham bor ekan, rulni o'zidan o'tkazish, kurs kontrollarigacha bor ekan. Yo'q, kurs kontrollari ekan. 360 kamera и korobkasi robotizatsiya двухстепенный korobka ekan bularniki. Ya'ni 7 pog'onali, 7 DCT. Motor, aytgancha motori 1.5 turbina. Bular Gitower X90 Plus modeli. Besключовой dostuplari bor, slipoy zona bor. Bu motor 1.6lik ekan. Buni 2 turbinaligi ham xuddi shu gabaritda 2 turbinaligi ham bor mashinani. E'tibor berasizlar. Bu 1.6lik ekanda. 1.6 turbina, 197 ta ot kuchi. MPI motor. Hali men sizlarga keyingi videoda GDI bilan MPI ning farqini tushuntirib beraman. Orqalari hech ham o'ylamay bemalol sotib olsalaringiz bo'ladi. Nimaga desangiz, mashinani ichi juda ham keng. Mana bu 3-qatorni ham sizlarga ko'rsataman. Ichini kengligiga qarang, spalni bo'lib yotibdi. Mana bu orqa 3-qator o'rindig'i. Normalniy.
Shunda ham orqa bagajda joy bo'ladi. Qarang, 3-qatori bilan ham joy bo'ladi bu orqa bagajda. Orqa elektronli bemalol ochilib yopiladi. To'g'risini aytsam, menga ko'rinishi juda ham mashinani ma'qul keldi, ko'rinishi. Chunki gabarit sizlarga qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, menga juda ham gabariti katta ko'rinyapti. Bu mashinaning uzunligi 5 metrdan ziyod. Ham o'ziga yarashgan diskalari, tepa qoshlari, mo'nroq qoshlari. Orqa tepalariga qarasangiz, juda ham ajoyib ishlagan mashina. Salonni kojasini rangiga men juda ham tan berdim, hayron qoldim vaqtida. Zo'r ishlabdi. Keyin mashinani ochsangiz, tagida mana bunaqa Jitavning o'zining emblemalari chiqib turar ekanda, bu bakovni tagida mana bitta. Bu ham plus. Pamit sidenalari bor. O'zini освежители ham bor ekan bu mashinada. O'zini приятный qilib turar ekan. Bu yaxshi. Bu uncha vazn narsa bo'lmasa ham, bu zato поддержка qiladi. Keyin salon e'tiboringizda klimat kontrolga to'xtalsak, klimat kontrol ham двухзонный klimat kontrol ekan. Ya'ni ya'ni водительda ham, passajirskida ham ikki xil haroratni bemalol o'rnatib ketsalaringiz bo'lar ekan. Hozircha shunaqa. Biza bilan Jetower X90 modeli bo'ldi. Hurmatli mijozlarimiz, mana sizlarga qisqachagina Jetower X90 Plus modelini qisqachagina obzor qilib berdim. Agar sizlarga nimadir, misol qanaqadir yana savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishlaringiz mumkin. Men ularni ko'rib chiqib bitta-bitta javob berishga harakat qilaman, javob beraman. Sizga hozir nima yana qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol sizlar menga aloqaga chiqsalaringiz, kommentariyaga javoblaringizni qoldiringlar. Men hammasiga javob beraman. Bugun sizlar bilan X90 Plus modeli bo'ldi. Keyingi model qaysi bo'lishini xohlaysizlar? Kommentariyada kutaman.